menga. Men o'zingiz kat. Men. Hayatın haramga mangdigandek aldırıp ketayapmamsiz menga kat. Mana uy kirganda, avtobusdan chiqqanda mana ayol kishilarga o'rin berishma. Yaxshi erlarni pazilti to'lgapman menga. Da'vatgan gapini. Hayat abaytın necap azroq yo'l berdim zamonga. Voy, endi hammishga yo'l berdigan men bir saymi o'chaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilyapti? Ay baqarang. Biz bog'o, bu kino ko'rgilgandik. Men bizning Diloni yaxshi bir taraf qilib beramkin deb kelgan. Voy, mayak aytinglar to'lib olaqmi? Menda gap qarabga. Tuniga men xotindim. Ko'zingizga xotinda ko'rinatamdin. So'rg'alag'i deb qo'ying. To'y qilmagan qizgan deb. Oyo, pichat tikkan deb qo'yaymi? Men qarang. Bu baza emas, bu ishxona bu. Gap bo'lsa o'tirib deyishmamdi qana, ha? Qani o'tiringlar, ha. Ha, xo'sh, nima ishinglayapti? Shu tuniga men xotindim. Kimden? Ama pichat qizdim. Men chaynakni setib olganman. Men bunday chaynakni bu odamga sotmagan. Tova, men qarang-a. To'qildim. Agarda mushu cho'ginning og'zi ulab qolgan bo'lsa, og'zi ulab bo'lsa, yuzimga nim qiladi. Suyab qo'yadi. To'g'ri, gapini. Hey. Akanglar. Voy bechora chaynak. Vaqtsiz xorinib, esilib ululishga majbur bo'libdi-da. Ha, bo'pti. Men sizlarni bu chaynakdan bu chaynakni o'g'o, mush mas'uliyatsizlikqa egisidan bir qutuldirib qo'yay. Ha, shunda qilaman. Ha, unda o'sa qaranglar. Ha. Aka, iste'molchilarni qo'g'dash ishxonasi mushuma. İste'molchilarni qo'g'dash ishxonasi emas. İste'molchilarning qonuniy huquq manfaatini qo'g'dash ishxonasi. Ya'ni 12315 ishxonasi desingiz bo'ldi. Ha, yo arsan yo udan. Aka, iste'molchilar degan ot va yoki eshak bo'lmaydi udan, ha? İste'molchilar degan adam bo'lgandan keyin shu bizning manfaatimizni qo'g'dasizlar. Voy. Voy, naqdni qilganda afkan. Bular chaqa oldiramiz. Baytın bir nimiş qartdingiz. Bankın aldık şirbek hingib tuğça disiniz ummamdi. Nadi degan pakpakmasma bu. Men qarang. Men balandan xotin haqqi. Ya. Kechiringlar, birdan bu taraf turinglar. Xo'sh, singlim, nima ishlayapti? Voy, nima ishdi deysiz? Oldin qayda bir oyoq og'antim danga. 3 oygacha hech nima bo'lmaydi degandi. Nadiki bir oy bo'lmaylam. Paşnısı lınşıp, çağımı gınşıp atıdı. Ay, kadar. Singlim, o ayaqni yeyishib ekamsiz, men qanda ko'rma. Aka, qiziqkansiz. O'g'irni tutsang, mili bilan tut degan gap bor-da. Men bu oyoqni kiyib turib, sizga ko'rsatmasam, paşnısının lınşıp qolganini siz qandaq bilasiz? Bu bildiğinimga ishonmagan odam nima ish qilsiz buni qishimkilar? Voy, shu sizni bizni qo'g'damdiki deb ishinib keldim-ku. Unda bo'lsa-ku, siz hozir uyga berib, oyoqni almashtirib, oyoqni olgan talon, oyoqni olgan do'konning aniq adresini o'qib keling, bo'lamdi? Ma'qul. Amsi men berib, oyoqning talonini dükkanın adresini aniq bilib kelib sizni izlab kelay, ya. Voy, bye. Voy, qo'shlar. Tova, ajoyib odamlar va'da. Kim? Ketganlining kaynidan hasrat chekmay cho'gini bir taraf qilmaydimi? Bular chaqa oldiraymiz biz. Xo'sh, bu chaynak kimdan? Bu çaynak mening emas. Mening emas. Amsi bu chaynak meningmi? Sening emas. Bu chaynak men mushaqni. Bu chaynak mening emas. Bo'ldi. Bir-birlab deymamsizlar. Siz nima ish qilsiz? Mush bozorda chaynak sotaman men. Tijoratchidan. Siz-chi? Men mush qizning chaynagi chaydamlab ishiman. İste'molchidan. Xo'sh.
Ondan qolsa bundaq qilinglar. Bugungi bu kengashimiz o'tib men bir o'zim bir achay. Juma. Qara, sen o'tirib berib o'tiraman. Mayli tijoratchilar yoki iste'molchilar cho'qqum men bilan o'g'im moslashmasanglar olmaydi. Voy, moslashimiz, yaqinda moslashimiz. Xo'sh, unda o'z kim besh so'zlaydi? Men so'zlayman. Cho'gin tunga sitib. Bo'ldi. Qani o'tiraman. O'zim bir narsa qilay. Siz o'g'il qarang qanqas. Bir dam yerimdam. Mushini quloqingizga taqab. Voy, qo'lqimni taqab qo'yib chiqasizlar. Birda muzika anglag'ash turing, ha? Mana, muzika anglag'ash turing. Unda qo'sa. Sizning ismingiz nima? Osmonja. Osmonjon. Nima ish qilsiz? Shirkat ishlab ketdi uka. Turmushingiz bayashat. Maoshingiz o'sdi. Chaynak setib oldingiz. Uyda chaynak yo'q-da. Ham shu nima ishga qaytarmoqchi bo'lib qoldingiz? Yana shu xotinim bo'lmamdi. Rangi bo'lmaydi ekan, satga yaxshi yasimabdi, almashtiruvdan qaytaruvdan uydan chiqarib etdi qara. Bu yoq nima deydi? Almashtirmayman deydi. Bunda joylig'i kim oladi bu? Sizning shu chaynak setib olgan talon bormi? Ba. Mana. Kun Mushu botirib yana qaytarib bermdimi? Ukam qaragan gingdanchi yo'lab qolgan o'xshaydi bu xotin. Mana siz o'tirib turing. Bo'ldi. Shunchalik anglsangiz bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi o'g'il Osmonjon. Birdam endi siz anglab muzika o'tirib turing, ha? Men anglabdi. Taraqqiyot deganmiz. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Xo'sh, ismingiz? Ismim Xolida. Mush Avot bozorda. Xolida chaynakni sunmaydiganlar yo'qdan qarang. Tijoratingiz qanday? Tijoratim bo'ldi, yomon emas. Siz bu apandimga chaynak sotganmi ya? Rost gapni qilsam bog'u qarang. Men bu chaynakni bu odamga rostl sotgandim-dan qarang. Shu Mana. Siz bir samimiy tijoratchisiz. Biz sizlardek samimiy tijoratchiga muhtoj. Xoldaxon qiz. Siz bu chaynakni zo'rlab sotmagansiz, ha? Voy, yo'q. Do'konimga kiribdi-ki, yarim soat tanlab olgandi o'zi. Tinogin sizdan bu chaynakni setyapti. Bugun almashtirib berang deb kelsa, nima ish almashtirib berdingiz? Man qarang, biz bu tijorat nima o? Odil, samimiylik bilan qilamiz. Voy, chaynakni elib, ko'ngli yoqmagan bo'lsa ishlatmay, akapas bo'lmamdi deyman. Voy, ichiga choyni damlab, shamsini to'kib yotmayli akagini demamsiz? Voy, shunda qilibdimi? Voy, shamsiz qarab boqing, bo'lmasa almashtirib bermabdim men. Kecha doğru qaynatdim men buningda. Shu emasmi? Bo'ldi. Bo'ldi. Tutib oldingizmi? Men qarang, Osmonjon. Siz bu xon qizdan chaynak setib olganmi? Setib oldim. Xoldaxon qiz, siz bu yoq chaynak setib berganmi? Setmagan. Ya Allah, rahmat. Yaxshi. Siz bu shu chaynak xotinning doğru darmaklarini qaynatib qo'yishsiz, ha? Afga yurtini avatibdi-ki. Qaynatgan akşam. Almashtirish niyatingiz badam, nimishki bu chaynakni ishlatasiz? Voy, ukam, men ko'nglarda tavzasam uyapman degan gap. Ishlatib qo'ygan chaynagingizni men haqqonda sotaman. Bo'ldi. Ma'qul. Bu chaynakni men setib olay. Ma'qul. Voy. Mana deyilganda, mana pulni sen to'lamsa? Siz qiyib qizil ziyon tatmamsiz. Igiz to'lsin buni. Shundaymi? To'lsin. Men qaranglar. Biz sot san'atni ma'muriy boshqarish xodimlari o'zimizni bozorning odil sotchisi deb qaraymiz. Biz o'z xizmatimizda nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchrasak-mı, o'rinsiz ziyonlarni tassaq-mı, biz buningga qat'iy uykunmaymiz. Biz o'z xizmatimizda bir tarafdan milyonlagan iste'molchilarning qonuniy huquq manfaatini qo'g'dab, ularning mol-mulki, hayotining bexatarlik kafolat qilsak, yana bir tarafdan necha minglagan tijoratchilarning qonunli tijoratini qo'g'dab, bozorning tartiblik, sifatlik, ishonchli bo'lishiga kafolatlik qilamiz. Shu biz haqiqiy xalq qalbidagi bozor soqchisi. Biz bu sharafli nomimizdan intayin faxrlanamiz. Lekin mushu bozor tartibini qo'g'dab, keng xalq ommasiga sifatli, ishonchli, yangi iste'mol muhitini barpo qilish bizning majburiyatimiz emas, balki sizlarning,
Şundaqlı mishada o'tlagan hammalarning majburiyati. Xatoman haqsan men. Ay yo'q. İkimizde de severlik ettik qaram. Yo'q, men Eras, qaram. Men ma çaynakni var sizga almashtirib beray. Ay, bo'ldi. Bu chaynakni ishlatgani ham rost ha. Men shu uprashaq uchun 50 qo'y to'lay. Ay bo'ldilar. Mana. Shundaq yaxshi hal oldik mana. Man qarab. Bizni ma chaynak dilosni yama yaxshi bir taraf qildinglar. Biz tushundik jiqishlarni. Ma Xolida chaynakmi? Yama avarlab ketdi. Mush ying'agan chaynagimda yurtning ash do'rdarmakni silib, ikkinlik bir chay tutmaymi? Ay Voy, rahmat.